Hech kim o'zidan o'zi xiyonat qilib qo'ymaydi. Hech kim. Erkak ham, ayol ham. Sabab bor. Erkaklarni xiyonatiga keladigan bo'lsak, unda ham bitta sabab emas. Ayol yomonligidan ham emas. Ayol o'ziga qaramagandan ham emas. Agar bu fakt bo'lganda, o'ziga qaramaydigan ayollar qancha? Lekin erlari xiyonat qilmaydi. O'ziga qaraydigan ayollar qancha? Lekin erlari xiyonat qiladi. Bu ham fakt emas. Ayol shallaqa bo'lgandan, ayol kutib olmagandan xiyonat qiladi. Bu ham fakt emas. Qancha shallaqa kutib olmaydigan ayollar bor, lekin erlari xiyonat qilmaydi. Shuni barcha yaxshi ko'radi. Bu ham fakt emas. Demak, nima fakt? Qanday erkaklar xiyonat qiladi? Faqatgina Robbisidan qo'rqmagan erkaklar xiyonat qiladi. Bo'ldi. Boshqa narsa deb bilmayman. Agar sabablarni oladigan bo'lsak, sababli to'qib chiqilaveradi. Misol uchun aytganimdek, har bir inson alohida inson-ku, o'shaning uchun agar xiyonat sabablari desak, har bir insonni voqeasida 100 ta sabab ko'rsatib berishimiz mumkin xiyonatni.